Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayacağız. Leksiyada bir yazma leksiya yok. Tahlil leksiyası sözlerimiz sizlerge vatandaş da bugünkü islaha 2022 yıl 7. ayının 13. günü. Leksiyada Sıdaka Roza, Washington'da sözlerimiz. Vaziyet doğrusu gep kıldığan bolsak hazır torbettirdi. Kaynap kettiği digidek, endi qayta şu siz biz tanıydıgan adamlar. Mesela dedi ki Runya'nın dünyaya nazarı dedi ki öy imaret ticaret pütülley halak oldu dedi. Enandan keyin Jungo'ga nazar torbiti yoki torbiti deganda pilim ishlaydigan torbiti dedi ki hazır Jungo Kompartiyasi yani eğer bir o'tkalga duch keldi dedi. Jansinje shundoq dedi ki hazır Jungo Kompartiyasining yuqori qatlamida patparaqchilik dedi. Sebebi sekreter kim bo'ladi, vazir kim bo'ladi, Merkezi Komitenin a'zolari kim bo'ladi, Merkezi Komitenin daimi a'zolari kim bo'ladi, buni belgilaydigan vaqt yetib keldi. Reis Xi Jinping o'zini men yana sekreter bo'laman deb belgilayolmadi yo'q, undaq qoida yo'q. Undaq nizomnoma yo'q. Qanday qilish kerak? Shu yerga keldi. Ondan Reis Xi Jinping belgilagan odamlarni mayli o daimi komitet a'zosi bo'lsin, mayli o markaziy komitet a'zosi bo'lsin, Reis Xi Jinping belgilasa, uni vazirning inkor qilish huquqi bor ekan. Ondan pressiyaga chiqib ketgan peshqadamlarning inkor qilish huquqi bor. Bir oy qoldi dedi. Ehtimal buni 8-oyni ko'zi chiqqan bo'lsa kerak. Bir oy qoldi, vaqt tugab ketdi dedi. 10-oyda ochadigan bo'lsa, bu vaqt yetishmaydi dedi. Demek qistab keldi degan gap vatandoshim. Endi vaziyatga avval mushu 5-da so'zlaydigan vaziyatimizda bu. Masalan, Yaponiyaning sobiq vaziri Shinzo Abe vafot qildi suiqasd bilan. Uning jasadi ko'ydirildi. Bu murosimga masalan ta'ziya murosimiga yana birisi dafn murosimiga qatnashgan Tayvanning muavin prezidenti Lai Ching-de taklif qilindi. Bu bir qaramoqqa oddiy. Buni Xitoy obzorchilari shunday qiladi. Bu oddiy deydi. Nima uchun oddiy deydi men buni bilmayman, lekin bu yerda bir murakkablik bor vatandosh. U murakkablik nima men dedim-ku sizga Yaponiya 1909 va 1910 yildan boshlab Tayvanni mustamlika qildi. Shu masalasi esingizda bo'lsin vatandosh. Murakkablik ana shu yerda. Shunga hozir Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti ayada qilib diplomatik munosabat o'rnatgan. Yoki Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining raisi Xi Jinping Yaponiyaga ziyoratga kelaman deb mushu 8 yil ichida deyli. Yani Shinzo Abe vazir bo'lib turgan 8 yil ichida Yaponiyaga ziyoratga kelishni ishga oshira olmadi. Bugun Reis Xi Jinping ve Jungo matbuotları Jungo'nun bir ülkesi deb qaraydigan Tayvanning muavin prezidenti Yaponiyani ziyorat. Shunga Yaponiya Tayvan munosabati yoki ochiq aytganda, xalqaro til bilan aytganda diplomatik munosabati bir o'zgarish davriga, ya'ni uning natijasi Jungoliklar xohlamaydigan, Jungoliklar bezor bo'ladigan va balki tahdid xarakterlik ishqa qo'l uzatadigan shundoq bir vaziyatni qistab keldi vatandosh. Buni oz deganda ko'tarolmasang sangiltib ol deydigan gap bor Uyg'ur tilida. Lai Ching-de dafn murosimiga keldi 7-oyning oxirida. 7-oyning oxirida Yaponiyaning parlamentining 7 nafar a'zosi. Bu 7 nafar a'zoning xarakteri nima? Tarjimali qandaq? Buni bilmaymiz da. Bu tarjimonning ichida agar 2 yoki 3 kishida bir sezgirlik bo'ladigan bo'lsa, vaqtda ko'ring. Jongnahay yana qandaq sakraydi. Hozir Jongnahay sakrashga boshladi. Dal mushu payti Jongnahay 8-oyda Bidayxiyada yig'in ochdi.
Başta aytganda kadrlarni belgileyelmeyipti. Sekreter kim, vezir kim belgileyelmeyipti. Vaqt qistab keldi. Endi bunun üstüge yani nime eş 7. ayının ahırda Yaponiya parlamenti 7 nefer vekil Tayvan'ı ziyaret kıldı. Vaqt aniq emas. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden 7. ayının 25. günü Reis Xi Jinping bilan ekranda suhbat o'tkazdi. Esingizda bo'lsin 10. ayda deydi hozirgacha Cungo Kompartiyasining 20. navbatlik qurultay ochildi. Ha, dostlarım 20. navbatlik qurultay ochildi. Ben arlatı leksiyada so'zlab o'tib shundoq degan edim, esingizda bo'lsa vatandosh, Rossiya Bolshevistik partiyasining 20. qurultayda Stalinni inkor qilish bilan boshlandi degan edi. Endi Cungo Kompartiyasi mavzuni inkor qilmam degan masala yo'q bu yerda. Biroq 20. qurultay bilan Rossiya Bolshevistik partiyasiga daz ketdi. Bu qatam Cungo Kompartiyasining 20. qurultayda Cungo Kompartiyasiga daz ketamdi yo'q. Masala mana shu yerda. Mesela şu yerda Prezident Joe Biden'ning ekran orqali Reis Xi Jinping bilan ko'rishmoqchi bo'lishi 7 nefer parlament a'zosi Yaponiyaning Tayvan kelishi bu nihoyat sezgur ishlab o'tandi shu. Uning ustiga Laychingda munosabat bilan Yaponiya kelishi, motam murosimi qatnashishi, ta'ziya murosimi qatnashishi bu to'g'rida u kishining nima deganligi to'g'risida bir og'iz gap keldi. Lekin ish mana shu yerda şu hazır BDH'nin içi patparak, Beijing Zhongnanhai'nin içi patparak, hazır Zhongnanhai doğrusu da hiç kanda haber yok. Çünkü matbuatlarda neme haberi var, telegramı verdi, kitap neşir kıldı, cevap kaytırdı. Bana müşrikten başka hiç kanda haber yok. Deydi. Çünkü obzorçuları ende pul kileli. Yani bir haterlik taraf demedim. O haterlik taraf hazır. Obzorçular davatı dedi ki, ötkende Xınan, Uyabiya, Şinjin dedik. Bankadan öçüret turup pul eleş dedik. Çünkü Xınan'da bankadan pul eleş jarayonida puralarning bankaga omonat qo'ygan puralarning ko'z qapaqlari yerildi. Bir qiz bolaning tumshug'i urib, chishlari to'kib o'tildi. Qon temib turdi. Özü bankaga özünün pulunu emgek bilen tapkan pulunu bankaga amanet koyup elip çıkanmasa siz bunu qanday tushundirsiz hürmetlik vatandaş. Endi bunu koyaylı bugünlerden başına ahir kilovatkan haber hazır 30'cı dedi şimdi hakkı deyme. Eğer hatalaşmışsam 30'cı dedi çoğun şirketler Cungo'daki bankaga pul amanet koyuş aldı berim münasebetlerini toxtattı. Bankadan qarz elish aldı birim münasebetlerini toxtattı. Del şu kunda tünügüllerde Li Keqiang Veziri Cungo'nun bir yığın etiptim dedi. İşsizlik sen ben hemimiz hal kıladigan mesele işsizlik dedi. Hazır ben nemi dedim? Şirketler bankadan qarz pul elishini toxtattı. Bankaga qarz qaytarishini toxtattı. Şirketlerinin banka münasebetleri elin birip toxtadı. Nemaga asoslanib ishga o'rinlashtirasiz Li Keqiang efendi? Qayerga o'rinlashtirasiz bu ishni? Shanxaychi arlatdi, Shanxay to'g'risi to'xtaldik. Hozir Shanxayning ko'chalari yana quruqtaldi. Yana uylarga nazarband qilib o'tdi. Shanxayning ko'chasida hech kim yo'q vatandosh. Ko'ktat dükkanlarda harva unosiz duxlayotgan bir Xitoyni ko'rdim tunugin. Ko'chada yana menib yuradigan Xitoy yo'q. Shahar jimjit. Shanxay shahri jimjit. Bu shahar endi başta Jingzhouda başlandı. Hozir bu ishlar mushuna keldi. Aytganda iqtisodga tegyapti, iqtisodga. Endi bugun yana bir xabar yerlik hokimiyatlarda maliyada ishlim qabdi. Xo'sh, qanday harakat qiladi hukumat? Demek yığıp aytganda Rongyanning Dunyoga nazari degan filmida qo'yilgan mavzudan aytganda dediki Rongyan dikkat, hammanglar dikkat, nimaga dikkat, Cungo Kompartiyasi ko'z oldimizda gumron bo'ladi.
Rongyan shundaq dedi. Jungo Kompartiyasi ko'z oldimizda gumron bo'ldi.